Assalomu alaykum. Oldingi darslarda biz bu imtihonatningki savolininki eng oxirgi betga bir ko'nikka o'rlashtirib, u ko'nikkani bossa to'g'ri javobni ko'rinadigan qilgandik. Biz endi buning iqtidorini to'liqlab, u ko'nikkani bosgandan keyin agar savollarga to'liq javob berilmagan bo'lsa, javob berilmagan savolni eskartadigan, andan keyin to'liq javob berilgan bo'lsa, natijasini chiqaradigan qilib etsak, bu app nisbatan mukammallashgan bo'ladi. Buni endi amalga oshirish uchun biz to'liq ishlanmagan savollarni xotirlab qo'yishimiz to'g'ri keldi. To'liq ishlanmagan savolni xotirlab qo'yish uchun bu yerda bir chala deb biz bir qator qurib olaylik. Qator tizimdagi. Ya'ni array list deb shu to'liq ishlanmagan savolninki ID'sini xotirlash uchun bunda int tipliq bir qator tizimlikka yozib oldik. Yozib olgandan keyin ko'nikka besilgandan keyin biz çalışlangan savolni tepish uchun savollar degan mana bu qatorimizni for each bilan davriylantirib buning javoblarning ichidagi tanla degan qimmati true bo'lganini sanaymiz. Qanday sanaymiz desanglar, buning ichida javoblar degandan keyiniga count deb yozsak, o sanab turdi. Countning keyiniga shart yozg'ili bo'ldi. Bu shartga biz tanla degan qimmati true bo'lgan deb yozsak, mana shu tanlangan savolning sonini tepib berdi. Ya'ni bir savolning ichida tanlangan javoblarning sonini tepib berdi. Agar hech qanday javob tanlanmagan bo'lsa, bu nima bo'ldi desanglar, chala ishlangan savol bo'ldi. Shunga bu javobning sonini biz tanlangan savolning soni deb bundaq soni deganni saqlab qo'yib turaylik. Hamda agar soni deganning qimmati 0 bo'lib qolsa, bu savol ya'ni bir savolning ichidagi javobninki tanla degan qimmati true bo'lgan narsa 0 bo'lsa degan gap, u savolninki ichida tanlangan javob yo'q degan gap. Tanlangan javob bo'lmasa, qanday qilamiz? Bizning chala deb qurib qo'ygan qator tizimligimizga shu savolninki ID'sini qo'shib bersak bo'ldi. ID'sini kirib bersak bo'ldi. ID hamda 0 bo'lib qolishi mumkin. 0 bo'lib qolsa 0 deb buni chala degan narsa ekranga qilib qo'ysak, xatolar chiqmadi. Endi biz chala ishlangan savolning numerini bu yerda tep bo'ldik. Tep bo'lgandan keyin chala ishlanganning eskartmasini biz beramiz. Agar chala chalaninki soni 0 dan cho'ng bo'lsa, 0 dan cho'ng bo'lib qolsa, avval bu chala degan qator tizimlikninki ichidagi elementlarni, ya'ni ID'ni birlashtirib join to string desak, buni birlashtirib berdi. Birlashtirganda o'tirg'a tash qo'yaylik. Bunday qilsak, bir gruppa shu obyektlarni birlashtirib, buning orasiga tash qo'yib, uni string aylantirib berdi. Endi buni biz chala ishlangan savolning tizimlik bo'lgan ekan, chala str deb bunday ism qo'yaylik. Agar chala ishlangan savollar 0 dan cho'ng bo'lsa degan gap, chala ishlangan savol bor bo'lsa, bu şekilde birleştirip bunu snack bar uçurda quest person snack barda snack bar make deyimiz şu button'ın özünü view'a bersek andan esketmege maçala str deganini berib ana javob beramiz. Endi esketmening ishi bitdi. Endi to'liq ishlansa, biz to'g'ri ishlangan savolni sanab
Bununla nomer koyduğu işi var mı? Bu suallarni devrilendirip, andın biz cevaplarının içindeki tanlangan cevapni ilip alaylı. Onu eliş üçün val dep tanlangan degenin özü et cevaplarının içindeki filtre deyli. Filtre degenge tanla degene ne boluş kerek? True bolganny tapsak. Bu endi tanla degene true bolsa, tanlangan cevap ne bizge? Burada bir yerden filtre degende çıkan narsa bir qata şekilde keldi. Qata şekilde kelgendiken biz bununki tunca elementini alsak. Tunca elementini algandan keyin ID söylen. Aş sualninki to'g'ri degenge biz to'g'ri javobninki ID'sini saqlab qo'ygan. Bu ishni selishtirib qilsak. Agar bu o'xshash bo'lib qolsa, to'g'ri javob deb, to'g'ri javobni sonini elish uchun to'g'ri javob deb buniki dastlabki qiymati 0 bo'lsin. Miyada agar bu shart qanoatlanib qolsa, to'g'ri javob degan to'g'ri javob qo'shilgan 1 yoki mana qilsak bo'ldi. Qilsak to'g'ri javobning qiymati 1 dan ortib mangda bu shart qanoatlansa. Ondan keyin oxiri bo'lgan chaqda shu to'g'ri javobninki sonini 10 ga ko'paytirib natijasi ishlab chiqasi bo'ldi. Mana ishiga biz bunday qilib ifoda yozmoqchi bo'lsak, buni ichiga yozsak bo'ldi. To'g'ri javob ko'paytimiz necha? 10. Buni puanini istab numarangizda buni numarni chiqarib bersin. Bu numarni chiqarib bo'lgandan keyin ondan to'g'ri javobni ko'rsatib bersa bo'ldi. Ondan tamom degan narsa shu bo'lsa bo'ldi demoqchi bu. Endi bu to'g'ri javob asosan numar qo'ydigan ishni qilib bo'ldik. Endi sinab boqaylik. Son tanlab bulduğum endi buni besbaqay bassam puanimiz 70 dedi. To'g'ri xatoni tekshiradigan, nomer qo'ya oladigan, savolni to'g'ri ishlamasa, to'liq ishlamasa eskartma beradigan bo'ldi. Shuning bilan bu appning asosiy iqtidorini amalga oshirib qo'ygan bo'ldik. Bu darsimiz tugadi. Allohga emanet.